Aziz yurtdoshlar, Qodir aka bilan bitta xonadan kelib, kech bo'lishiga qaramasdan nimasini almashtiryapmiz Qodir aka? Rezinalarni almashtiryapmiz. Sovuq kirib yotgan ekan, mana o'zinikini ko'rsatib o'tishing. Mana o'ziniki yog'och bo'lib qoladi-da, yog'och sifat bo'lib qoladi. Qattiq bo'lib qoladi. Bu bilan bu farq qiladi. Bu yumshoq. Bu qattiq уже, yog'och sifat bo'lib qoladi, уже qotib qoladi. Bu уже tosh bo'lib anaqa qoladi. bermaydi. Issiqlik bermaydi. Shamol to'smaydi bu. Ataplinani qo'shgandan foydasi yo'q. Uni 100 gradusga qo'ysangiz ham bu yoqdan sovuq shamol kiradi. Uy qizimaydi keyin. Rezinkasini almashtirib qo'yish kerak, chunki sovuqqa tejiydi bu. Ham ekonomik bo'ladi. Anaqaga ham foyda bo'ladi. Gazga ham ekonom bo'ladi, to'g'rimi? Gazga ham ekonom bo'ladi. Kotelni past qilib yoqib qo'ysa, gaz ekonom bo'ladi, uy issiq bo'ladi. Buni qo'ymasdan shamol kirib, eski holatda gazni yoki kotelni baland qo'ygandan foyda yo'q. Rasxod ko'payadi. Rasxod ko'payadi. O'shaning uchun hurmatli yurtdoshlar, quyida telefon nomerlarini qoldiramiz. Ustamiz telefon nomerlari. Fikr, mulohaza yoki bir eshik, rom hammasini ishlayveramiz, a? Hammasini. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Qibray tumani, lekin Toshkent shahar, Toshkent viloyati respublika bo'yicha ham maslahatlar yoki xizmatlar bo'lsa bemalol quyida telefon nomerlari bor, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Buni ochib yopadigan ruchkalari ham sinib qolibdimi aka? Ruchkalari ham singan, ispalnet mana ruchkaning ahvoli. Eski holati ishlamaydi. Ispalnetni ham ruchkani ham almashtiramiz. Bu ham almashadi. Siqib ushlab turish. Bunaqa xizmatlar bo'lsa ham bemalol qiynalib, unaqa qimmatga bo'lmaydimi aka bu? Yo'q. Unaqa qimmatga bo'lmaydi. Rezina, eski rezinasi mana. Eski rezina. Chiqishi ham o'zi muammovatda mana yog'och sifat bo'lib qolgan, o'zi qotib qolgan. Mana. Даже yopishib ham qolgan. Mana. Mana eski rezinasi, yog'och sifat bo'lib yotibdi. Eski rezina bilan yangi rezinani farqi mana. Mana qo'l bilan bunday ushlaganda, buni qaytarib bo'lmaydi mana. Qotib qolgan. Mana bu yumshoqqina turibdi mana, azizlar ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, даже chiqmayapti ham. Chunki mana shu joyga bitta like bosib qo'yamiz, qiziqayotgan yoki akfa sohasida qiynalib, eshiklari yopilmay, romlari yopilmay yurgan hamyurtlar bo'lsa, mana qotib qolibdi. Like bosib, podletsi, ya'ni ulash tugmalari bilan kerak odamlarga tashlab qo'yishingizni so'raymiz. Quyida telefon nomerlar bor. Mana shunaqa qotib ketgan, shamol kirib uyni sovuqligini oshirib yuboradi. Mana buni olib tashlayapmiz. Yangilari qo'yiladi, xudo xolasa. Mana yangilarni qo'yib, yumshoqqina shamolni oldini oladi. Shamol xudo xolasa umuman kirmaydi endi. Xudo xolasa kirmaydi. Zatseplarni mana zatsep, qarshiliklarni ham to'g'rilab, hammasini ruchka qarshi regrovka qilib qo'yamiz. Hammasini joylashtirib, xudo xolasa sozlab qo'yamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Uzilib ichida qolib ketdi. Shunchalik darajada qotib qolganmi aka? Qotib qolgan. Bu shamolni qo'yib yuboradi, ha? Qotib qolgan-ku bu уже. Mana azizlar, eskisini olib tashlash nihoyatda qiyin bo'lib turibdi ustakamizga. Atirkada majburiy holatda. Mana tepadan yangi qo'yilgan. Yangi qo'yilgan variantda eskisini olib tashlayapmiz. Bu xonadan Ustaka, bu nimaga yechyapsiz? bu mexanizm ishdan chiqqan. Biz tilda ispalnet deymiz. O'sha ishdan chiqqan, shuni
olib yangisini boshqasini qo'yamiz. Buni olib tashlaymizda hozir yangisini qo'yamiz, ha? Buni olib tashlaymiz, yangisini qo'yamiz. Bunda ruchkasi singanmi, nimasi singan buni? Mexanizm ishdan chiqqan, ruchka ham charchagan. Hozir ikkalasini ham almashtirib joyiga boshqasini qo'yamiz. Mana bu yangi, bu. Bu yangi ruchka bu. Ispalnet ham yangi. Ruchka ham yangi. Ikkalasini ham joyiga Qo'shiq-moshqini almashtirib, nimasini qani? Demak, yangilanayotgan ekan. Ishlashi ham o'zi boshqacha. Boyagidan ko'ra, boyagiga nisbatan bu ishlashi Yaxshi, ha? Tiniq. Bu boyagi mana. Bu unaqa ketganmi deydi. Sinib ketgan. Buni ishlashi mana. Yashang. Bunaqa xizmatlar hammasini olaveramiz, ha? Olaveramiz. Quyida telefon nomerlari bor. Telefon nomerlari orqali to'liq ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Mana yangilarni qotirish jarayoni.